Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda AQShning yana bir aviatashuvchi kemasi Eronga yaqinlashmoqda. Netanyahu saratondan tuzalganini ma'lum qildi. Tehron internet kabellarini uzib qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Gulnora Karimova ishi bo'yicha sud 27-aprelda boshlanadi. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Prezident Shavkat Mirziyoyev: kim qanday ishlayapti, qanday nafas olyapti, kim quruq kresloni egallab islohotlar ijrosini cho'zyapti, hammasini ko'rib, bilib turibman, lekin arqonni uzun tashlab qo'yganman. AQShning yana bir aviatashuvchi kemasi Eronga yaqinlashmoqda. USS George Bush aviatashuvchisi Hind okeaniga yetib keldi. Bu haqda AQSh Markaziy qo'mondonligi Twitter ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. USS George Bush bortida minglab harbiy xizmatchilar va o'nlab zamonaviy qiruvchi samolyotlari bor. The Washington Post ma'lumotiga ko'ra, ushbu kema va uni kuzatib borayotgan zarba guruhi Qo'shma Shtatlarning Eron yaqinidagi harbiy kuchlarini sezilarli darajada oshiradi. Ayni paytda AQShning USS Abraham Lincoln aviatashuvchi boshchiligidagi zarba guruhi Omon ko'rfazida Eron sohillaridan taxminan 200 km janubda joylashgan. Shuningdek, USS Gerald Ford aviatashuvchisi 2 esminets hamrohligida Qizil dengiz hududida bo'lib turibdi. Netanyahu saratondan tuzalganini ma'lum qildi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu erta bosqichda aniqlangan saraton kasalligidan tuzalganini bildirdi. Bu haqda Point xabar berdi. Nashrning so'zlariga ko'ra, 2024-yil oxirida unda prostata adenomasi aniqlanib, shu sabab operatsiya o'tkazilgan. Biroq Netanyahuning ta'kidlashicha, keyingi tekshiruvlar davomida unda erta bosqichdagi yomon sifatli o'sma ham aniqlangan. Men muammoni izsiz bartaraf etgan maqsadli davolanish kursini tanladim, deb yozdi 76 yoshli siyosatchi ijtimoiy tarmoqlarda. U davolanish qachon va qanday o'tkazilgani haqida aniq ma'lumot bermagan, biroq hozir o'zini sog'lom his qilayotganini qayd etgan. Der Spiegel Netanyahu avval ham bir necha bor sog'lig'i bilan bog'liq muammolar sabab shifoxonaga yotqizilganini yozmoqda. Xususan, u 2023-yilda yurak stimulyatori o'rnatgan, 2024-yilda churra bilan bog'liq operatsiya o'tkazgan. O'tgan yili ingichka ichak shilliq qavatining yallig'lanishi bilan davolangan. Gulnora Karimova ishi bo'yicha sud 27-aprelda boshlanadi. Shveysariyaning Bellinsona shahridagi federal jinoyat sudida 27-aprel kuni O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga oid xalqaro korrupsiya ishi bo'yicha sud jarayoni boshlanadi. Fi-Newscom nashriga ko'ra, ish qariyb 20 yillik voqealarni qamrab oladi. Shveysariya bosh prokuraturasi Karimova va uning biznes hamkori telekommunikatsiya kompaniyalaridan O'zbekiston bozoriga kirish evaziga pora talab qilgan Office deb atalgan tarmoqni tashkil etganlikda gumon qilinmoqda deb hisoblaydi. Ularga korrupsiya jinoiy tashkilotida ishtirok etish va pul yuvish ayblovlari qo'yilgan. Ishda Shveysariyaning Lombard Oder xususiy bankining sobiq xodimi ham tilga olinadi. U 2008-2012-yillarda Office'ga aloqador shaxslar uchun bank hisoblarini ochish va yuritish orqali mablag'lar kelib chiqishini yashirishga yordam berganlikda ayblanmoqda. Bankning o'zi faol pul yuvishda ayblanmayapti, ammo u o'z xodimining ehtimoliy harakatlarini oldini olish uchun yetarlicha tashkiliy choralar ko'rgan-ko'rmagani sudda baholanadi. Nashrning ta'kidlashicha, ish juda uzoq davom etgan. Shveysariyada tergov 2012-yilda boshlangan. Ayrim holatlar esa 2008-yilga borib taqaladi. 2026-yil boshida Shveysariya sudi Karimovani so'roq qilish uchun Toshkentga borgan. Biroq so'roq jarayoni cheklangan sharoitda o'tgani, savollar faqat O'zbekiston bosh prokuraturasi orqali berilgani sababli dalillarning sudda qanday baholanishi hozircha noma'lum. Gulnora Karimova O'zbekistonda 2014-yildan beri ozodlikdan mahrum etilgan. Shu bois uning Bellinsonadagi sudda shaxsan ishtirok etishi ehtimoli past deb baholanmoqda. Ikkinchi ayblanuvchining qayerdaligi ham noma'lum. Sud jarayoni sirtdan o'tkazilishi yoki ishning ayrim qismlari yana ajratilishi mumkinligi aytilmoqda. Fi-Newscomga ko'ra, bu kabi ishlar Shveysariyada ko'pincha sudga yetib bormaydi, ammo mazkur holatda faktlar va dalillar bahsli bo'lgani uchun ish ochiq sud muhokamasiga chiqarilmoqda. Sud jarayoni nafaqat ayblovlar, balki ko'p yillik tergovning o'zi ham jamoatchilik oldida baholanadi.
Tehron internet kabellarini uzib qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Eronning Tasnim axborot agentligi Hormuz bo'g'ozi tubidan o'tgan suvosti kabellari xaritasini e'lon qilib, mintaqadagi arab davlatlarini raqamli halokatdan ogohlantirdi. Xabarda aytilishicha, agar ushbu kabellar qasddan shikastlansa, Fors ko'rfazi mamlakatlari internet va global aloqadan butunlay uzilib qolishi mumkin. Bugungi kunda dunyodagi ma'lumotlar trafigining 15% aynan shu hudud orqali o'tadi. Kabellarning uzilishi Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Qatar va Kuvayt kabi davlatlarning bank tizimi va moliyaviy markazlari va sun'iy intellekt loyihalariga tiklab bo'lmas darajada zarar yetkazishi mumkin. Eron rasmiylari buni ochiq tasdiqlamagan bo'lsa-da, ekspertlar buni muhim infratuzilmaga nisbatan jiddiy bosim sifatida baholamoqda. Eron hukumati Oq uyning rejalari chippakka chiqqanini ma'lum qildi. Eron hukumati ichida kelishmovchiliklar borligi haqidagi da'volar ko'proq e'tiborni chalg'itishga xizmat qiladi. Bu haqda Eron Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Ismoil Bag'ayi CNN TV efirida ma'lum qildi. Eron rahbariyatida go'yoki mavjud bo'lgan ixtiloflar haqidagi bayonotlar ko'proq diqqatni boshqa tomonga qaratish maqsadini ko'zlaydi. Urushdan keyin diplomatik faoliyat to'liq birdamlik va muvofiqlashtirilgan holda davom etmoqda, deya ta'kidlaydi u. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 1-2 yil ichida, shuningdek, undan avval AQShning asosiy muammolaridan biri Eron xalqini va mamlakatda qaror qabul qilish mexanizmini yetarlicha tushunmayotgani bo'lib qolmoqda. Ularning stereotiplari va hatto baholashlarga asoslangan tasavvurlari shundan iborat ediki, go'yoki iyun oyidagi cheklangan harbiy zarbalar bilan Eronni tiz cho'ktirish mumkin. Biroq bu mutlaqo noto'g'ri bo'lib chiqdi. Dastlabki muvaffaqiyatsizlikdan so'ng ular xuddi shu ssenariyni boshqa yo'llar bilan takrorlashga urinishdi, ammo bu safar ham natija bermadi, dedi Bag'ay. Shuningdek, u Eron qaror qabul qilishda hamjihatlik va tezkorlik ko'rsatib, og'ir qarama-qarshilikdan so'ng yana diplomatiya yo'liga qaytganini aytdi. AQSh harbiylari Hormuz bo'g'ozidagi Eron obyektlariga zarba berish bo'yicha yangi reja ishlab chiqmoqda. Amerikalik harbiylar buni o't ochishni to'xtatish bo'yicha joriy kelishuv buzilgan taqdirda amalga oshirmoqchi. Ular asosiy e'tiborni Hormuz bo'g'ozi, Fors ko'rfazining janubi va Ummon ko'rfazidagi Eron obyektlarini dinamik nishonga olishga asosiy qaratmoqda, deyiladi xabarda. Hindiston Trampning mamlakatni do'zax deb ataganini keskin qoraladi. Mamlakat Tashqi ishlar vazirligi AQSh prezidenti Donald Trampning Hindiston haqidagi haqoratli gaplarini asossiz va noo'rin deb atadi. Tramp radio shoularidan birida tug'ilganlik bo'yicha fuqarolik berish tizimini tanqid qilar ekan, New Delhi va Xitoyni do'zax deb atagan. Rasmiy Delhi bunday izohlar ikki davlat o'rtasidagi o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarga mutlaqo zid ekanini bildirdi. Hindiston muxolifati ushbu gaplarni anti-hindistoncha deb atab, bosh vazir Narendra Modidan Trampga keskin norozilik bildirishni talab qilmoqda. AQSh elchixonasi esa Trampning Modi bilan qalin do'st ekanini aytib, vaziyatni yumshatishga urindi. Ushbu mojaro Qo'shma Shtatlarda 5,5 million hindistonlik istiqomat qilayotgan va ikki davlat yangi savdo kelishuvlari ustida ishlayotgan muhim pallada yuz berdi.